Sizga polikistoz tashxisi qo'yildimi? Bu genetik programma ayol kishida tuzilgan bo'lib, bularga xos hayz to'xtab qoladi. Hayz to'xtab qolgani sababli insulin oshib ketadi. Insulin oshishi natijasida testosteron oshadi. Testosteron oshgan sababli ovulyatsiyani blok qiladi. Bu degani ovulyatsiya bo'lmaydi va homiladorlik kechikadi. Xo'sh, bu muammoni qanday yechimi bor? Birinchi o'rinda bu ayolni ozdiramiz. Ozgandan keyin insulin tushishni boshlaydi. Insulin tushsa, testosteron kamayib tushishni boshlaydi va tabiiy holda ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Meni o'zimni praktikamda bir ayol murojaat qildilar. Hayzlar 3-4 oyda bir keladi, ortiqcha tana vazni bor, insulin rezistentlik bor va yuzida aknelar chiqyapti. Bu gormonlarda ham disbalans ko'rdik. Bularni 5 oy davoladi. Vес 9 kiloga tashladilar va tuxumdonlari ishlashni boshlab, dominant follikul paydo bo'ldi. Alloh izni bilan bularda ovulyatsiya bo'ldi va homilador bo'ldilar. Bu tabiiy holda. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, bemalol qabulimga keling. Bunga yechimini topishga birgalikda harakat qilamiz.